Ben müşk yigit. Ben müşk yapılan kız. Ben patlıcık balvan. Biz yolga çıktık. 他们能拯救世界，谁是那些英雄？来这是给你看。水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们，大家在睡觉，打起翡翠，是两世纪。 Oğlunu kanık düşürüşünü bilmeymen. 水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。 Bizge uxlaş yiyip gelmedi. Müşk yapılan kız ve Aynur Gülü. Ben bağvançılık dersiga bek amraq. Mening aptap bersimga qirg'ini. Mening bek cho'ng o'sti. Rostini bek cho'ng o'sti. Sen soluşup kapsın. Hey, sening gulin qandaqroq emma? O naydi yaxshi. Onunla ko'proq suv quyib turishim kerak. Bilaman. Mening sen onu boshqa ustalga qo'yib qo'ygan. U yerda yetarlik aptap bor. Bilaman. Men shunda qilay deb turgan. Biz sana yordam qilib aptap parasini parvash qilish beraylik. O'tgan yil yozda biz bağvanchilik lageriga qatnashib nurg'un bilim olgandik. Rahmat. Biroq menga yordam lozim emas. Sizlarning lageringlar yomon emaskan. Biroq men bağvanchilik talantiga ega. Meningcha men o'simlikni yaxshi tushunaman. Menga lager kerak emas. Menga keragi balkim texmi ko'p bağvanchilik saymanlari bo'lsa kerak. Saymanlar ne ketgandi o? Oy qizing pervonlari. Buni cho'qim oy qiz qilgan. Biroq uningga nimishqa bağvanchilik sayman kerak bo'lib qolgandi. U faqat kechida harakat qiladi. Uning ustiga nur bo'lmasa o'simlik o'sanmaydi. Ko'rgansizlar, men bağvanchilikni tushunamdi ekanman. Mayli, u nimani qilsin, cho'qim yaxshi emas. Uxlash kiyimlik azmatlar, otlanayli. Sinib kirib kechiga qizimizni dunyoni. Shaharda har kuni kechida azmatlarni tartib topgan bir atraf taxt bo'lib turadi. Ular jinoyatchilarga jasurlik bilan zarba beradi. Emma bo'lsa, Men müşk yapılan kız. Geri bo'lsa, Men patlıcık balvan. Konno bo'lsa, Men müşk yigit. Uxlash kiyimlik azmatlar. Oy qiz cho'qim maktabdan bağvanchilik saymanini ilib shaharning ma'lum yeriga ketdi. Biroq u nerede o? Ot jeb o'sgan yer o'simlik terishga mos keladi. Baqcha, mening bir kuta aeroplanimga o'ltirayli. Yaxshi-ku, ay qiz, sen qayerda? O'tkir kuz. Müşk yapılan kız oldun qara. O qandaq narsa? Men bilmayman. Biroq men uning gulligimda o'sishini xohlamayman. Tez qaranglar, oy qiz av yer ekan. Oy qiz, nima qilyapsan? Sizlar mening Aynur gulimni yoqtirmamsizlar? Men sizlarning bağvanchilik saymanlaringlar bilan buni bitirdim. Amaliyot isbotladiki, mening Aynur gulimning o'sishiga kerak bo'lgan quvvatlarning hammasi kashtiga Aynurning keldi-kan. Undaqda to'liq qo'rqinchli bir tip o'simlikkan. Bir tip? Hatto bir tipning qo'rqinchliqi bor. Gulg'unchisi ichilgandan keyin u nurg'un urug'larni chiqardi. Har bir urug' yer yuziga tushib, yana bir Aynur guli o'sib chiqdi, shundaqmi? O'sib chiqqan gulning har biri. Ular texmi ko'p urug' chiqardi, ondan texmi ko'p gul ichiladi, shundaqmi? Ha, bu kimning plani? Meni bu Aynur gulim nihoyat tezla boshqa gullarning o'sish bo'shliqini egilaydi. Biz bu ish yuz berishdan burun amal qilib, oy qizni to'sayli. Bağvanchilik lageri bizga ko'p miqdordagi o'tchapni qandoq usul bilan qirqishni o'rgatgan-ku deyman. Yiltizidan qo'ritib o'tish bu oson. Yo'q, to'xta. Bir cho'ng yov o'tchapning nurg'un yiltizi bo'ladi. Sen uning hammani qo'llab chiqarishing kerak. Agar bir tal yiltiz tushib qolsa, u yana Aynur guli bo'lib o'sib chiqadi. Biz hozirlik olaylik. Mening usulim bilan masalani hal qilaylik. Hozir bir uxlash kiyimdagi asmat ko'liga chigilib qoldi. Ikkinchisi qani kelar. Darajadan tashqari ushqirmishak.
Dərəcədən taşqırı güclü qol. Hey! Mening bir amalim bor. Aynur gülü keçide içildigan, to'g'rimi? Shunga u kuchlik nurni yoqtirmasligi mumkin. Agar biz kuchlik aeroplanning chirig'i bilan uni yo'ritsak, balki bu qurib ketishi mumkin. Undaqda mening qo'llash planimchi. Unutib qolmanglar. Men bu bog'vanchilikni obdan tushunaman. Mishkapla qiz qo'llash ancha asqatmaydi. Balkim gurjak asqatmaydigandu. Agar biz burkut aeroplanining putini ishlasakchi. Men uni aylanib beqirg'ash tan qo'layman. Uning ustiga men bu qitim kishiga chigirib qolgan yiltizdan ner turaman. Biz qo'llashni boshlaylik. Yaxshi, yaxshi. Uxlash kiyimdagi azmatni kontrol qiladigan vaqt bo'ldi. Ha? Men yana chigilib qoldim. Uni orasida yuzta keldi. Voy anama. Tutib oldim. Dərəcədən taşqırı güclü qol. Dostumni qo'yib ay qiz. Hey! Mening Aynur'u magnetimni darhol akirib beringlar. Mana ozli qoldi. Men unda qolmayman, kishini bizor qiladigan abla. Qo'rqinch polvon ehtiyot qil. Bo'ldi. G'ayrat qil Aynur guli. Tezroq o'sib, urug'laringni chiqar. Shundalar boshqa gul yoki o'simlikning o'sishiga bo'shliq qolmaydi. Demak, qo'llash ancha asqatmaydi. Balkim shundaqdir. Hey, agar biz uningga suv qo'ysak, qandoq bo'ladigandu? Uningga suv qo'ysak, undaqda o'sib chiqadi. Unutib qolma, u degan o'simlik emas, balki g'alati Aynur yovvoyi uchupi. Balkim suv qo'ysak qurib ketishi mumkin. Hali suv shilankasi menga ilhom berdi. Biz yumshoq shilankani uning ustidan o'rab yiltizi bilan qo'mirib etaylik. Mishkapla qiz, bu usul bo'lamdi yo'q, men jazm qilaman. Men sinab baqay. Garchi men sizlarning lageringlarga qatnashib baqmagan bo'lsam, lekin men yana bog'vanchilikni tushunaman. To'xtab tur, Mishkapla qiz. Ha? Hey, to'xta, hamoqat qo'sh. Bo'ldi. Endi kuchab tassamni bo'ladi. Mish yigit, tez ay qizni to'sqin. Fatma chiq polvon, ularni haydaver. Neri ketish. Uruq chechilib chiqdi. Buni hammasiga men sababchi. Bek chataq bo'ldi, uxlash kiyimdagi azmatlar. Ma ishni ko'mamdigan. Ular hamma yerga o'lib, Aynur gul baxtisiga aylanay dedi. O shaharning hamma yeriga o'sib, boshqa o'simliklarga buzg'unchilik qiladigan bo'ldi. Sening yordaming bo'lmagan bo'lsa, bu mening qo'limdan kelmaydi. O to'g'ri dedi. Men sizlardan yordam so'rashim kerak edi. Garchi bog'vanchilik lageri qatnashmagan bo'lsam, o'zimning bog'vanchilikni tushundiganligimni sizlarga bildirib qo'yay degan. Hech qisi yo'q, Mishkapla qiz. Endi qanday qamal bor? Kipanlar kirib, diginalar bo'yicha ish qilaman. Men obdinroq o'ylab boqay. Hozir u urug'lar hamma yerga chechilib ketdi. Ularni shamol hamma yerga uchirib etibdi. To'xta. Men bir amal topdim, Fatma chiqib qoldi. Mayli shamol nega uchirsin? Bizning qiladiganimiz shamolning uni to'g'ri yo'lga tushirishi. Men qanday qilish kerakligini bildim. Biroq men sizlarning bog'vanchilikka doir yordamingizga muhtoj. Qanday plan bor? Men bilan meninglar. Uxlash kiyimlik azmatlar o'ttirg'i chiqdi. Bo'ldimi, Fatma chiqib polvon? Biz shamol chiqarib urug'larning yo'nalishini kontrol qilishimiz kerak. Bo'ldimi, Mish yigit? Bo'ldi. Siz bir qatı yesin. Benim uruqlarım. İşpas abla.
qilganda bitti. Hammasi buning ishida. Shundaqmi? Qarab tur, texmi ko'p Aynur guli o'stirma. Biz sening amalingni sinab baqayli. Odatda o'simlikning hammasi nur va suvni yoqtiradi. Biroq bu razil Aynur guli yoqtirmasligi mumkin. Önüm bedi. Kishini bizar qiladigan ablaqlar. Men yana qaytib kelaman. Biz o'rinda yaladik. Uxlash kiyimlik azmatlar birga tantana qilaylik. Har bir tunda kechida qizimizni dunyoyi. Oftob perisi eng yaxshi ichilg'ani qo'g'uchi mukofot qilishidi. Emma! Pek yaxshi bo'ldi. Men Geri bilan Konnona maslahat berganiga rahmat aytaman. Qanchalik suv va nur kerakligini bilish pek muhim. Tal shundoq. Bu mukofot sizlarning. Pek yaxshi bo'ldi. Biz degan chempion.